Quchqor so'raganlarga qarang, katta zotlar quchqor sotilayapti ekan Denodan. Hozir bozorga 14 million savdosi bo'lgan. Qo'y so'raganlarga ona bola qo'ylar mana sotilayapti ekan Sarasadan. Shu akaniki ekan 14 ta ona bola qo'y sotiladi. Telefon nomeri ham bor. Qo'zlarni qarang, udar qo'zlar. Zotlar quchqorlar sotiladi Denodan. Uydan ham sotamiz, amak telefon nomeri ham bor. Qo'ylar qarang 6 ta 7 ta Sarasani uydan sotiladigan qo'ylar. Semiz qo'ylar. Buni qarang, bu bolasi, orqasidagi onasi. Denodan uydan ham sotamiz, qarang. Bozorga akamiz 5 ta olib ketdi ekan, telefon nomeri ham bor. Sarasada mana uydan ham sotamiz deb egiz qo'ylar sotilar ekan. Bozorda 6 ta olib ketdi ekan. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz, telefon nomeri ham bor. Bozordan kelibdi mehmon akamiz mana aka qo'ylarni teryapti, Hisori qo'ylardi. Bo'g'oz qo'y so'raganlarga Hisori bo'g'oz qo'ylar sotilar ekan, bozorga 11 ta olib ketdi ekan, izi bor. Uydan ham sotamiz. Aka ona bola qo'y sotilar ekan, Oltinsoy Sayrakdan, shu akadan uydan ham sotamiz, telefon nomeri ham bor. Qarang, so'yma, yaxshi qo'ylar bor ekan, shu akaga bog'lanadi. Eng qizig'i udar quchqor sotildi ekan, yuzi ham 10 millionga. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Ona bola qo'y so'raganlarga aka Jarqo'rg'ondan olib ketdi ekan, uydan ham sotamiz, telefon nomeri ham bor. Yana qo'y so'raganlarga mana aka qo'ylar sotilyapti ekan, bolasi katta-katta. Qumqo'rg'on Sayxandan kelgan 20 ta ona bola qo'y sotilyapti ekan. Dastavkasi ham bor ekan. Qo'y kerak bo'lsa uydan ham sotamiz deyapti. Shu akaga bog'lanasizlar. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan G'iyosbek Quramov. Bugun sana 9-aprel 2026-yil Sarasa payshanba mol bozoridan qo'y narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qarang, Qumqo'rg'ondan Sayxandan kelgan qo'ylar bor. Sotiladigan qo'ylarning nomeri bilan, telefon nomeri bilan qo'yib o'tamiz. Videoga albatta like bosib, kommentariy fikrlaringizni yozib qoldiring. G'iyosbek Quramov kanalida mol bozor, qo'y bozor narxlari chiqadi. Surxon Tuz kanalida esa ot bozor narxlari chiqadi do'stlarimiz. Qanday videoni boshladik. Quchqor so'raganlarga qarang, katta zotlar quchqor sotilayapti ekan Denodan. Hozir bozorga 14 million savdosi bo'lgan, o'zi 20 million so'm baho qo'yapti. Qarang, Hisori quchqormisan quchqor. Bu panjamiz shishagulmaydi. Panja ekan mana aka, panja quchqor. Qarang, mana shunday quchqor kerak bo'lsa, narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Denodan ekan 20 million so'm baho qo'yilyapti ekan, 14 million savdo bo'lgan. Orqa taraflaridan ko'rsak, dumasini qarang, katta dumali qo'y sotilyapti ekan. Mana qo'y oladiganlar bo'lsa, bog'lanasiz. Uyda yana izi bor. Nomerni aytib qo'ying. 91lik 075 97 77 shu nomerga bog'lanasizlar. Aka bilan nechidan bo'lyapti? Quchqorlar 65dan qaytdimi u? 6,5 dan qaytdi ekan. Qo'y so'raganlarga, soriq quchqor so'raganlarga, Denodan mana quchqorlarni sizlarga tanishtirayin. Aka bilan nech bilan deyapsiz quchqorlarni? 6 milliondan baho qo'ydingizmi? Savdoni ayting aka. 58 dan savdo ekan. Dumalarni qarang, 5 million 800 dan berilmagan. Bular aka nima deyiladi endi? Qo'zimi, quchqormi? Qo'zi quchqorchalar ekan. 6 dan baho qo'ydingiz a? 6 milliondan baho qo'yilgan, 58 dan berilmagan quchqorlar. Quchqor olib boqadiganlar, so'yadiganlar bo'lsa, uydan ham sotasizmi aka? Uydan ham. Uy qayerga aka? Deno ekan. Nomerni aytib qo'ying aka. 88lik 616 96 66 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana quchqor so'raganlarga uydan sotiladigan quchqorlar ham bor ekan. Quchqor olib boqaman deganlar bo'lsa yoki suyaman deganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Denodan uydan ham sotamiz. Mana aka quchqorni qarang, amak o'zingiz boqdingizmi? O'zingiz boqdingizmi qo'ylarni? Mana qo'y so'raganlarga Hisori quchqorlar sotuvda ekan. Aka qayerda qo'ylar bular? Denodan kelgan quchqorlar. Amak bilan nima? Shishakmi, chorimi? Qo'zi bu. Bu qo'zi, buchi? Bu chori. Bu chora, buchi? Bu ham chora ekan. Qo'zi, chora qo'ylar ekan. Zot uchun ham zo'r ham bular. Zotniki narx qanday bu? 72 83 72 so'rayaptimi yo bahosimi? Ha, mana aka 7 million 200 8 million 300 7 million 700 mi? 7 million 200 ekan mana. So'rayapti ekan, bermabdi ekan. O'zi nech bilan baho qo'yapsiz? 8 dan. Ikkita buchi buni 8, unisini 8, buni 10 million deyapti ekan. Uyda yana izi bormi bu? Telefon nomerni ham ayting bu. Bu nomerni ayting. Meni qo'ygan sotyapti. Bu nomerni ayting. Nomer bormi yo'qmi? 88lik 580. 88lik 500 nechi? 81. 581 94 94 96 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana aka yaxshi zotdor quchqorlar sotilar ekan. Surxondaryo Denodan. Qo'y olaman deganlar bo'lsa bog'lanasizlar va esa narxi bilan tanishib o'tamiz.
To'g'ri ko'rsa. Mana aka, qo'zi, mana tishlarini ham ko'rsataman, mana tishini ko'ryapsizlarmi? Qani kamera. Ha, endi bir kishi ushlab ko'rsatish qiyin-da. Ko'nadi asosda. Mana aka tishi u. G'oyat ko'ngil mana. Böyle ko'rindi, bo'ldi. Mana aka. Ona bola qo'y so'raganlarga 6 ta 7 ta ona bola qo'ylar bor ekan. Sarasoniki ekan, onasining yunglari olingan. Gina aka. Mana bolalar, bu bolalar ha. Mana aka onalarni qarang, semizcha ekan, Sarasodan kelgan qo'ylar. Aka nech puldan deyapsiz ona bolalarni? 9 dan deyapsiz. Bu nima aka bu? Onasi bormi shuni ham? Mana onasi yoniga shuni nech pul deyapsiz ekan ona bolani? 9 deyapsiz. Savdoni ayting aka. Savdo 8 ming. Bermadingiz-a? Opshi mayda katta 8 dan bir joyga berilmagan ona bola qo'ylar. Qarang, semiz qo'ylar ekan, Sarasoni qo'ylari. Qo'y oladiganlar bo'lsa, bog'lanasizlar. Aka, uyda ham yana bor ha, izi. Uydan ham sotaveramiz ha. Nomerni aytib qo'ying aka. 91lik 91lik 711 58 59 nomeriga bog'lanasizlar. Mana qo'y so'raganlarga Sarasodan uydan sotiladigan ona bola qo'ylar. Qo'ylar qanday? Zo'rmi? Semiz qo'ylar ekan. Endi qo'yiga qarab narx qo'yiladi. Like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Quchqor sotildimi aka bu? Sotildi. Necha olingiz aka? 100 kam 10 millionga sotib olingan quchqor. Mana quchqormisan quchqor. Mana hisori quchqorlar 100 kam 10 millionga sotib olibdi ekan. Qirg'iz quchqor ekan. Mana qo'ydirishganmi aka bu? Zot uchun, ha? Qayerga ketyapti aka bu? Jarqo'rg'onga ketyapti ekan. O'z qo'y qayerdagi? Sarasiyonmi? Sarasiyon. Mana aka yaxshi quchqor zot uchun mana aka Sarasiyodan olibdi ekan. 100 kam 10 millionga ekan. Mana pul sanalyapti. Aka bu qo'ylar sizdanmi? Qayerda qo'ylar aka bular? Dino 8-marta. Deno 8-martdan. Sog'lom aka bular. Ha, sog'liq. Semiz sog'lar ekan, so'yiladigan. Nech puldan deyapsiz aka bularni? Sotdim bular. Nech pul sotdingiz aka? 5,5. Har birini 5,5 dan sotdingiz. Buchi? Bulardan 5,5 bo'lsa beraman. 5,5 dan beramiz deyapti ekan. Mana so'yilayotgan. Siz qayerdan aka? Dino 8. Deno 8-martdan. Uyda yana izi bormi aka? Nomerni ayting aka. 95lik. 95lik 792 792 82 82 22 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana shunday sog'liqlar so'yiladigan bor ekan. Aka uydan sotamiz deyapti ekan. Dashti moli ekan. Mana qarang, semiz qo'ylar. Lekin eng qizig'i mana quchqor, udar quchqor ekan. 100 kam 10 millionga sotilgan. Shu aka olibdi ekan. Aka endi qo'yni ko'paytiraveradi-da. Mana qo'chqorni kallasini ham ko'rsataylik mana obunachilarga. Aka bu nimadi? Chorimi, shak nima deydi? Shak a? Mana tishini Mana shak quchqor. Bu ham sizdanmi aka? Yo'q, hoji Bu mana aka tishi pokida-ku. Xullas mana aka qo'y oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Sarasa payshanba qo'y bozordan video qilyapmiz. Sog'liq bo'lsa sog'lig'idan. Luboydan bor. Luboydan bor. Bo'ldi aka. Ona bola qo'ylar mana aka sotib olindi ekan, boylab qo'yibdi ekan, olingan qo'ylarni sizlarga bir tanishtiray. Aka nech pulgacha olindi endi? 7,5 dan 8 million 300 gacha bo'lgan. 7,5 milliondan 8 million 300 gacha olingan ona bola qo'ylar. Qayerga ketyapti aka bular? Vo, Qashqadaryodan ketyapti qo'ylar. Siz Qarshidanmi aka? Qayerdan Qarshini? G'uzordan kelibdi mehmon akamiz mana aka qo'ylarni teryapti, hisori qo'ylarni. 7,5 dan 8 million 300 gacha oldingiz aka. Mana aka vohadan ham kelib, viloyatdan ham kelib olyapti ekan. Qo'y olaman deganlar bo'lsa, kelaverasizlar Surxondaryoga. Mana aka hisori yaxshi qo'ylarni 7 million 300, 7 million 500 dan 8 million 300 gacha olingan ona bola qo'y narxlari. Qanday narxlar? Qimmatmi, arzonmi? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Mana Qashqadaryodan kelib qo'ylarni olyapti aka. Oltinsoy Sayrakdan ketdi akamiz, ona bola qo'y sotgani. Aka bola ona bolami? Buni bolasi bumi? Buniki bu, ha? 3 ta ona bola sizdan. Nech puldan deyapsiz aka bularni? 6,5 dan so'rayapti. 6,5 dan so'rayapti. Bolalar nima aka? Birov erkak, ikki o'rg'och. Birov erkak, ikki urg'ochi ekan. 6,5 dan berilmagan ona bola ekan. Bolasi ham onasi bu qopda o'zi. Qaysi kanalda chiqadi xudo xohlasa. Xo'p, hozir. Aka buni endi nech pul deyapsiz bahosi? 7,5 dan baho qo'yapsiz, 6,5 dan berilmagan. Izi bormi aka? Bor. Nomerni aytib qo'ying aka. 97lik 690 38 83 nomerga bog'lanasizlar. Mana aka yosh qo'ylar ekan. Mana qarang, ko'rishingiz mumkin. Mana tishlarini qarang, tishlari zo'r ekanda. Mana aka. Bu tishlari zo'r qo'ylar ekan. Uydan ham sotaveramiz a? Akaga bog'lanasizlar. Ona bola qo'y kerak bo'lsa, kelishtirib beradi. Oltinsoydan aka? Oltinsoydan Sayrakdan. Sayrak qo'ylari. Aynan ona bola qo'ylar mana Sarasan qo'ylari ekan. Xo'p, nech puldan deyapsizlar?
7200 qilyapti. 7200 dan hammasi egizmi? Va udarki mana. Egiz qo'y so'raganlarga bitta, ikkita, uchta, 4, 5, 6 ta egizmi? 6 ta egiz ekan. 6 ta bo'lsa, buni 12 ta balasi bo'lish kerak. Berguncha bala yo'q-ku. Nechtasi egiz bergan? Ha, vaqt o'tib ketgan. Ha. Xullas, bu yerda nechta egiz olib kelgansiz qo'y? 10 tami, 6 tami, 5 tami? 6 ta bergan. 6 ta egiz qo'y sotilyapti ekan, Sarasoniki ekan. Narxi qanday endi bularda? 7200 dan qilyapti. Bir joyga berganingiz yo'q. Siz necha bilyapsiz? 8 milliondan baho qo'yapti, tushibdi ekan. O'tgan hafta 11 million, 12 million ham deyapti. Endi qo'yiga qarab albatta. Xo'p, 7 million 200 dan bermadingiz-a? 8 deyapsiz. 8 dan baho qo'yapti, 7 million 200 dan berilmagan egiz qo'ylar. Aka nomerni aytib qo'ying. Nechilik? 88lik 248 ha 88lik 748 7001 shu nomerga bog'lanasizlar. Uyda yana bormi? Izi bormi? Uyda yana izi bor ekan. Uydan ham sotamiz. Egiz qo'y so'raganlarga. Qo'y so'raganlarga Sarasaydan mana bo'g'oz qo'ylar sotuvda ekan. Aka hammasi bo'g'oz ham bular. Nechta bor aka berga? 11 ta ber. 11 ta ekan. Sarasoniki ekan. Nech bilan deyapsiz aka bular? 62 dan savdo bo'lyapti. 6 million 200 dan bermadingiz aka. 6 million 200 dan berilmagan. Qarang, zo'r qo'ylar ekan. Yemay yurgan qo'ylardan aka. Dashda yurgan. Xo'p, endi dashda yegan, endi bari yemaymasmi deb bo'lmaydi-da. Xo'p, aka nech bilan baho qo'yapsiz? 6,5. 6,5 deyapsiz, 6 million 200 dan bermadingiz. Kelishamiz a? Uyda yana bormi aka? Aka nomerni aytib qo'ying. Agar uydan sotish niyat bo'lsa, 99lik 569 83 16 shu nomerga bog'lanasizlar. Aka bilan endi 1 oy 10 kun 20 kun tug'ib boshlaydi-da. Ha, 1 oy. 1 oy uzoq bilan. Uyda yana qo'y bor ekan, bog'lanasizlar. Sarasonda mana yaxshi semiz qo'ylar ekan. Sori sog'liqlarda Sarasonniki. Qo'y oladiganlar bo'lsa akaga bog'lanasizlar. Ona bala qo'ylar kelibdi ekan sotuvga. Qayerda qo'ylar aka? Sarasa Oxunboyevda. Hammasi balalim aka. Hammasi ona bala ekan. Egizi ham bormi yo'qmi aka? Egizi mana ekan. O, yegashi aka, o. Arkordan birinchi qan tayoqdi. Aka nech bilan deyapsiz buni endi? 8,5 dan baho qo'yapti. Mana bolalar katta ekan, Sarasani qo'ylar. Aka savdo necha bo'ldi? Savdo 7 million 6 million 800. Ko'tara bir joyga necha savdo bo'ldi aka? 68. 68 dan mayda katta quyuq suyug'i bilan savdo o'tdi ekan, 6 million 800 dan ona bala qo'ylar. Mana qo'y olaman deganlar bo'lsa, ana shu akaniki ekan, bog'lanasizlar. Sarasani qo'ylar. Mana qarang, qo'zlari ham katta ekan, o'zi ham qo'y ham yaxshi ekan. Yosh qo'ylar ekan aka? Aka 1 tuqqan 2 tuqqan sog'liq. 1 tuqqan 2 tuqqan. Aka nomerni aytib qo'ying aka. 99lik 135 95 98 nomerga bog'lanasizlar. Qo'y oladiganlar telefon qilasizlar. Naqdga sotamiz aka. Bo'ldi. Ona bala qo'ylar mana aka. Ikkita bolasi ham erkak, qo'chqor ekan. Buni bolasi bu, buniki bu ekan. Aka narx nech bilan? 7,5 dan baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi aka? 6,800. Qayerda qo'ylar aka bu? Jarqo'rg'ondan kelibdi akamiz mana qo'y sotgani. 7,5 dan baho qo'yapti, 6 million 800 dan bo'lib bermadingiz. Uyda izi bormi yo'qmi aka? Nomerni ayting aka. 94lik 518 1500 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana aka ona bala qo'ylar. Bundan ham dadillar bormi aka? Bo'g'ozi ham bor ekan, bundan ham zo'rlari bor ekan. Mana aka ona bala qo'y oladiganlar bo'lsa, shu aka Jarqo'rg'ondan olib ketdi ekan, sotgani. Uyda ham izi bor ekan. Mana aka ona bala qo'y narxlari bilan. Narx qanday? Qimmatmi, arzonmi? Aka bilan olindimi? Nechidan olindi aka ona balalar? Bir chekkadan. Ona valla har xil. 8 dan 76 ham olindi, 8 million. 7 million 600 dan 8 million ham olindi. Eng qimmat nech pulga? 8 million olibdi ekan. Hammasi bolasi bormi aka? Mana aka bolalar 7 million 600 8 milliondan olingan qo'ylar. Mana aka ona balalarni yana yangi iplarga bo'ylab olib ketyapti ekan. Mana bulari bu katta balalar, mana bu katta ekan qo'zlari. Bular qo'zlar katta. Qo'zlari katta ekan ekan. Qayerda qo'ylar aka? Qumqo'rg'on Sayxonni qo'y. Qumqo'rg'ondan Sayxondan kelgan qo'ylar. Xo'p, aka bular qanaqa ona balami, nimani bular? Ona bola, hammasi ona bola. Hammasi ona bola. Bolalar baqa ekanda. Ha, bolalar. Qumqo'rg'ondan Sayxondan kelgan ona bala qo'ylar. Mana qarang. Katta qo'zlar ekan. Nechta bor aka bu yerda? Burada 20 ta bor. 20 ta ona balami? 20 ta ona bola. Xo'p, mana bir aylantirib ko'rsatsa, 20 ta ona bola, mana bolalar ham katta ekan. Qumqo'rg'on Sayxondan kelibdi akamiz. Ko'rdilaringizmi? Sarasa Payshanba bozor juda katta-da. Kim qayerlardan keladi?
Surxondaryo bo'ylab kelyapti ana. Oldin Qashqadaryo ko'p kelardi. Xo'p, mana ular. Aka emas, yunga olingan ekan-a? Yunga olingan, ko'zlari katta-katta ekan. Endi nech puldan deyapsiz aka bularni ona bolalarni? Ondan deyapmiz 8 million 500 ming. Endi 10 dan deyapsiz, bolalar katta-katta bo'lib qolganda, ko'tara necha savdo bo'ldi aka? 84,5 dan qilyapti. 8 million 450 dan bermadingiz. Bermadi. Kelishamiz a? Kelishamiz. Uyda yana izi bor. Uyda yana 40 ta bor. Uyda yana 40 ta bor ekan. Nomerni ayting aka. Nomer 88lik 88lik 206 206 09 09 83. 0983 nomeriga bog'lanasizlar. Ona bola qo'y keryapsa, aka topib beradi. Aka dastavkasi ham bormi vohadakilarga? Mana dastavkasi ham ichiga ekan. Sizga qo'yim aka bu. Oldingizmi? Necha oldingiz aka? 9 million bolasimi, erkakmi, urg'ochimi? Ha, biri qushqorcha, biri urg'ochi ekan. 9 millionga olibdi ekan. Mana egiz ona bola qo'y. 9 millionga sotib olingiz ketyapti, ha? Mana aka, ketyapti ekan. Aka bu ona bolalar necha puldan ekan? 6 milliondan so'rayapti aka. Ona balan 6 dan so'rayaptimi? Bittasi bolasi katta ekan-a? Hammasi qo'chqor bolalar. Hammasi bolalari qo'chqor deyapti ekan. Ikkalasi bo'g'oz aka. Surxon medianiki. Xo'p, mana aka G'iyosbek Xurram YouTube kanali, Ot bozor Surxon TV kanali, Moshina bozor Surxon media. Xo'p, mana aka nechidan deyapsiz? 6 milliondan so'rashyapti, 6,5 dan biz sotamiz durdi. Mana ikkalasi qo'chqor qo'zlar aka. Ha, 6 dan so'rayapti, bermaysiz, 6,5 dan sotamiz deyapsiz. Qayerda qo'ylar aka bular? Baxshivardi qo'y aka. Baxshivordan kelgan qo'ylar. Nomerni aytib qo'ying aka. 88lik 88lik 710 710 44 94. 44 94 nomerga bog'lanasizlar. Mana aka ona bola qo'y keryapsa, kelishtirib beradi. Vo, mana bitta dutating qani? Vo, udarki. Vallas.